shunday holatlar bo'ladiki, agar sirkulyatsiyamiz to'xtab qolsa mabodo, ya'ni bu sirkulyatsiya nima uchun to'xtaydi? O'sha bizdagi sistemaga bosim yig'amiz 1, 1,5, 2. Asosiy 1,5, 2 bo'ladi. O'sha bosimdan tushib ketadigan bo'lsa, sirkulyatsiya to'xtaydi. Kollektorlarning ichidagi suv qaynab, bu kollektorlar o'zi 250 gradusga chiqib ketadi. Bu yerda o'sha havo, ya'ni parlanishni hisobiga suv parlanadi, havoga aylanib qoladi keyin. Shuni hisobiga keyin suvni to'ldirgan taqdiringizda ham yurmay qoladi. O'shaning uchun manaqa joydan, vibratsiydan havosini chiqarib turib, mana to suvi chiqqunicha chiqarib olasiz. O'sha o'rtadagi havolar qolmaydi, to'xtab turasiz, yana biroz kutasiz. Ichidagi suv sirkulyatsiya bo'lyapti-ku hozir. Yana keyin chiqarasiz. Shunday qilib havo chiqib bo'lgandan keyin pastdan yana suv qo'shasiz. O'sha 1,5, 2ga qo'yib qo'yasiz. O'shandan keyin yana ish faoliyatini davom ettiradi. Agar sirkulyatsiyasi to'xtadimi, demak bilingki, davleniya tushib ketgan bo'ladi. O'sha davleniyadan shu narsalar paydo bo'ladi. Davleniya tushsa sirkulyatsiya to'xtaydi. Sirkulyatsiya to'xtasa, buni оборудованиyaga ziyon yetkazadi. Chunki 250 gradusga chiqib ketadi issiqligi. O'shaning uchun shu narsaga ahamiyat berib qo'yasizlar. Rahmat foydali ma'lumot uchun.